Erkek. Abdore Rana Gopur. Bu hikayem bir aramlık keltirip çıkarışı mümkün. Özrem bolsun. Amma hikaye yanıla haqiqiy turmuşdan köp mihriban. Әң rəyimsiz vaqalar reallıqda. Tövən dərəcəlik sotның əvətgən dilo arxib xaltısıdın birisi ciddi körülsün degan qızıl xat yazılған halatda qolumğa tegdi. Buyruq boyunca şu zaman başqa işimni qoyub, içib görüşkə başladım. Cavabkar Razaq XX, milleti Uyghur, yeşi 16. Cinayeti Cavabkar XX yili, XX ayının XX günü. Düşdən keyin saat 5-dən 20 minut ötkəndə oğul savaqdışı 17 yaşlıq ablamitni xish bilan beshiga urib, qansirab o'lishiga sabab bo'lgan. Qolg'ini voqeaning tafsiloti, naq maydon rasmlari ekan. Hozirgi odamlar, hatto bolalarmi shunchalik rayimsizlashib ketganki, 10 yoshlik bir bolaning qandaqsiga o'zi bilan tang bir savaqdishining beshiga kesak bilan butun kuchi bilan qayta urib, qon va mengisining o'zining yuz ko'zlariga chachrashlarga parvo qilmaganligini tasavvur qilmoq men uchun tas keldi. Naq maydonni ko'gchilarning aytishicha, Razaq bir tarafdan urg'ach, yana bir tarafdan ho'kirab yig'lab turib, "Men degan erkak" debdimish. O'lguchi ablamit egilinishcha, buni bo'zaq qilib yuradigan darsda nachar, butun odamning bosh og'riqi bir bola ekan tuq. Razaqmi doim uning bo'zaq bo'ladi ekan. Razaq odatda qarshilik ko'rsatmaydi ekan tuq. Ammo u kuni ko'ning hisobni biroqlabdi. Diloning zil yerlaridan bir nechisi bor. Javobgar Razaqning dadisi harbiy va Bingtonning o'z oldiga adliya sistemasi bor. Ammo o'lguchi yerlikdan bo'g'achqa yerlik adliya sistemasimi aralashishi kerak. Yana biri vaqadan keyin Razaq qo'lga ilinib tekshirilganda uning jinsi ziyonkashlikka uchirganligi bayqalgan. Bu bola balkim bosqinchilikka uchirgan bo'lishi mumkin. Biroq Razaq qat'iy iqror qilmay o'tibdi. Buning dilo bilan nima munosabati borligini aniqlash kerak. Bu vaqa butun jamiyatda yer tavragandek ta'sir ko'rsatdi. Gulshanmo bu to'g'risida maxsus programma ishlash vazifasini topshirib oldi. Shunga ikkimiz albatta uning bir necha xizmatdoshlari vaqa yuz bergan viloyatga yo'lga chiqdik. Viloyat markaziga yetib borgan kunimizning ertasi deganda televiziya stansiyasidan kelganlar bilan men yig'inga chaqirtildim. Yig'inni viloyatlik saqchi idorasi o'rinlashtirgan edi. Asosliqi bizga bu dilo quramiga yetmaganlar bilan munosabatlik harbiy oilasi, ya'ni bu harbiy texi bir boshliq ekan degandek sabablar bilan ehtiyot bilan muomala qilishimiz lozimligini, oilasi to'g'riliq uchur oshkorlamasligimizni qattiq cheklashgan. Bu yig'indan chiqib, men ayrim ishxonaga chaqirtildim. Ishxonada harbiy kiyim kiygan 2 kishi bor ekan. Faraz qilishimcha, bular harbiy adliyaning xizmatchilari. Viloyatlik saqchi idorasining muavin boshlig'i meni o'ltirishga taklif qildi. Ondan o'ltirganlarni tunishtirdi. Növbət boyunca harbiydan birisi söz başladı. Maqsad meni jinoyatchi Razaqning ro'yi holatini tekshirganda ko'proq ehtiyot qilib, astoydil bo'lishimni umid qiladiganligini aytdi. Bu gapdan sal g'ayrlik his qilib, albatta shunday qilaman. Xizmatim mendan shuni talab qiladi. Ham shunday qila olg'ashqa bu xizmatni qilyapman deb javob berdim. Harbiylar bir g'alit kulimsirash bilan boshliqqa qaradi. Bu kulimsirashni tushundim. Mening qo'limdan bir odamning ro'yi holatini normal yoki benormal deb baholash kelmaydi. Bu xil baholashni bir guruhga mutaxassis qiladi.
Rayonning ro'y kasalliklarni baholash mutaxassislar guruhi deb bir organi bor. Men belgilangan tekshirish va aniqlaydigan uchurlarni tamomlab, shu organga topshirman. Ular muzokara qilib baholaydi. Ammo men cho'qim amaliyotni chiqish qilib, haqiqatni eng zo'r darajada tepib chiqishga tirishaman, dedim. Tushdan keyin jinoyatchi bilan ko'rishishni deyishib, Gulshan bilan tushlik tamoqqa mangdiq. Orliqda izhor telefon qildi. İkimizning telefonda qilishgan gaplarimizni anglab turgan Gulshan. Men telefonni qo'ygandan keyin, "Sen baxtlikchimi? Seni tushunadigan, qo'llaydigan ering bor. Uning ustiga bekmi yiqimliq, odamning amroqligi kagidak", dedi. Men "Ko'zing tegib ketmisan?" deb uni beqindab qo'ydim. Razaq. Yo'q, Razaqjon. Ya'ni diloga mas'ul xodim mushundaq atishimni so'ragan edi. Odam o'ltirish emas, odam qutqizishga yaralgan chiroy bir o'g'il bola ekan. Terisi oppoq, bakmi nozik, chochlari ratlik yastilgan, barmoqlari qizlarnikidek uzun, tirnoqlari chiroyli ilingan. U asta mengib men o'ltirgan ustalning qarshisidagi o'rindiqni ovoz chiqarmaslikka tirishib, keyniga tortib, asta o'ltirdi. Men uning ismini chaqirg'icha beshini ko'tarmay ustaldagi ma'lum bir nuqtaga tikilib o'ltirgan Razaq ismini chaqirganimni anglab, asta beshini ko'tardi. "Razaqjon, men yuqori sotning qonun doktori. Sening deloring to'g'riliq aniqlaydigan masalalar bo'g'ashqa keldim. Men so'rgan savollarga o'ylanib, ammo rostini aytishing kerak", dedim. U bo'sh ovozda, "Bilaman", dedi. Uning ovozimi inchikroq ekan. "Ablimit sening saboqdishing, shundaqmi? Qachondan boshlab?" "To'liqsizga chiqqandan boshlab. Boshlang'ichni ikkilimiz o'zimizning mahallasida o'qigan." "Seningcha ablimit qandaq bola?" "U sho'x, tantarbiyani yaxshi ko'rdi, darsdan qochidi, yuvosh ballarni bo'zaq qiladi. Ota-onasini, o'qituvchini xap soladi. Tashkilning mulkini buzadi." "Undaqda faqat yaxshi yeri yo'q-kanda? Uning seni bo'zaq qilayotganiga uzun bo'ldimi? Nemishqa?" "Ha, u pokiz kiyinishimni, ratlik yurishimni zongliq qiladi. Mengishimni, gap qilishlarimni do'raydi. U yana agar Razaq qiz bol bo'lib qolsa, ismini Rozixon qo'ysa, men xotin qilatdim, deydi. Shunga u o'limga loyiqmi?" "Undaqmi emas, odam o'ltirish jinoyat. Uni xish bilan urg'iningda mushuni o'ylay oldingmi?" "Ha, ammo uning meni davomli bo'zak etishidan to'ydim. Men degan erkak, o'z ishimni o'zim hal qilishim kerak. Dadam bilan akam doim qiz bola chiqishtirdi, o'g'il bola o'z hal qiladi, deydi." "Akang bormi sening?" "Ha, u to'liq 3 sinfda, bu yil oliy maktabga imtihon berdi." "Akang bilan munosabating qandaroq?" "U meni yaxshi ko'rmaydi." "Nemishqa?" "Men bek ojiz bo'lg'achqimikin, u hamma jihatdan yaxshi. Dadam uningdan bek faxrlandi. Hamma odamga akamni maqtab berdi. Uni qizlarmi bek yaxshi ko'rdi. Ammo men uning butunlay qarshisi bo'lg'achqa, akam mendan nomus qiladi. Burun u texi ancha-muncha yordam qilib, meni bo'zaq qilgan ballarni qo'rqitib qo'yatdi. Ammo hozir undaq emas. U maktabda menga gapmi qilmaydi." "Apangchi?" "Opam meni akamdan yaxshi ko'rdi. U meni ojiz, o'zini qo'g'day olmaydi deb ko'proq ko'ynidi. Dadam shunga opamga ochiqlaydi." Buguncha so'raydiganim tukkan edi. Gulshan voqeaning oldi-keyindagi ishlarni so'rashga boshladi. Men bir yoqda qarab o'ltirdim. Kuzatishimcha, Razaqjon yaxshi bola, yaxshi o'quvchi.
Әмма көпчілік тәң яштыки оғыл балла қарғанда физиология və psixiki cəhətdə acizraq. O acizliqi dadisi və akısının kəmsitişi, bəlkim haqaratlishiga uçurğan bo'lishi mümkün. Bu Razaqjanning kuchlik bo'lishiga yordam qilib qalmay, balki uni o'zini tuvan ko'rdigan qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Meningcha, men uning uydagilar bilan bir ko'rishib beqishim kerak. Razaqjanning dadisi hurmatga sazovar boshliq. Xizmat sababidan kelolmabdi. Men uning opsi bilan aksini saqlab o'tirgan uyning ishiga chekilib, men "Kiring" degandan keyin eshikni ochib, beshida kirgan ayolga qarab, birsini izdigili kelgan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa degandek odamning organlaridan tortib, elib setildigan bir zamonda yashayapmiz. Puli barlar bütün hünərlərini işq silib, jahonga o'zining boyligini ko'z-ko'z qilishga tirishidi. Puli yo'qlarmi boshlarini ushlab, bu qatardan qalmaslik uchun qistilishidi. Harbiylarning maashi yerlikning o'lchami bo'yicha maqmaydi. Nihoyatda yuqori. Bo'libmi boshliqlarning. Yerlik amaldorlarning ayollari qilganni harbiy amaldorlarning ayollari hassilab aşırıp qiladi. Anglasam, bir to'yga kiydigan ko'ynakka ayrıplanliq Urumchiga berib, murosim ko'ynaga tiktirish, qator chaylarni boshqa shahar, hatto ishkirlarga berib o'ynash kichik ishlamish. Ammo bu ayol amaldorning ayoli deganga ko'ra, bola boqquchisi, uy xizmatchisiga bakrak o'xshaydi. Üstü başları naittim addi, hatta azraq bichar chiray. Balkim yo'ldishi başqalarning para aldı deyishidan ehtiyot qilganmi, ish qilib bu ayolga pul xajlatmaydiganligi aniq ko'rinib turibdi. Birga kirgan o'g'il bola apsining aksicha üstü beshi moda tantarbiya kiyimida, hokavurliq to'kilib turadigan bir bola ekan. Men o'rnimdan turib, ularni o'ltirishga taklif qildim. Apsi tartinib qina o'ltirdi. Bala o'rindiqni keyniga tortib, o'ng putini so'l pachqining ustiga otildirib, qip-qizil Nike'ning yel tapalliq oyg'ini kiygan putini to'xtamay midiriltib o'ltirdi. Men ko'zimni baladan aniga yutkidim. Xalchamada men Razaqjanning ro'yi ahvolini baholash uchun keldim. Buning uchun sizdan azroq ahvol egilishim kerak. Obdan, dedi ayol ko'zimga bir xil yenilishli qarab. Burun nada xizmat qilatdingiz? Viloyatlik doktorxonaning nomer elish uyida ishlaydim. Nemish xizmatdan chekindingiz, bilishga bo'lamdi? Sili harbiyning xizmatini bilmayla aqchan. Ballarning dadisi necha yilda bir yutkiladi. Bargan yerida necha yil turdi, uni tex bilgil bo'lmaydi. Şun xizmatdan chekinib, naga yutkelsa, ballarni shu yerda o'qitib, osh tomg'ini etib yurdim. Ikkili o'g'ilg'u, ha? Ha. Razaqjanni tunugin ko'rgandim. Bu ikki o'g'ilning mijoz xulqi xeyli farqlanamdi nima? Mau balam dadısının tatdi, mijoz ittik, ochiq yomon. Razaqjan keşkicha og'riqchan bo'lg'ashqa, men bak qanot ostimga elib, sal ojiz qilib qo'ydim. O'zi quliqi yumshoq obdan bala. Ammo shu o'zining ishiga o'zi toz egi chiqolmaydi. Bu o'g'illarning ismi nimaki? Oblatjon. Javobni bala berdi. Uning ovozi erlarninkidek bo'm chiqdi ekan. Bayatdan beri uning putini midiriltib o'ltirishi diqqatimni chechib, bakmi chishimni qiyirishtirgan edi. Ulapla. Ukam, xafa bo'lmay, yandik uyga chiqib turamsan? Apangdan gap so'rab bo'lib, seni chaqiray, dedim. Chiqib o'ltirib turing, Ablatjon balam, dedi appa o'g'liga qarab.
Ablat qo'pollik bilan turib chiqib ketdi. Uning keynidan qarab turganda nihoyat tirishgan bo'lsam-mo, bezorligimni yoshira olmagan bo'lsam kerak. Appa balasi uchun o'ng'aysizlandi. Dadisi erkiltib mushundaq qilib qo'ydi. Meni Razaqjanni erki qilib qo'ydi deydi. Amaliyotda hamma odam Razaqjanni yaxshi ko'rdi. Bu bala mushundaq dadidan boshqa hech kimni po'sh demaydi. Xalchamada Razaqjanning mijoz xulqida boshqacha g'ayrlik sezganmidingiz? Qandoq deyla? Masalan, qizlarnikida qiliq qilish degandek. Yo'q, bala og'riqchan, ojiz bo'lgan bilan boshqa sat qilqi yo'q. Razaqjanda bu gapni bir ona bilan qandoq so'zlashish meni qiynayotdi. Jinsiy ziyonkashlik uchirgan alomat ko'rilgan. Sizning gumon qilgan biror odamingiz bormi? Bichara appa mishildab yig'lashga boshladi. Burun qiz balini dakki-dukkida boqadigan, endi o'g'il balnimi xotirjam tug'olmaydigan zamon bo'pti. Qaysi yer yutqir qildiki, Razaqjon yo sirtda birisi bilan o'rlashmaydi, uyga kelib kitob ko'rgan, topshiriq ishlagan. Uyga kirib chiqib yurgan harbiy balacho, ikki Uyg'ur askar bola bor. U balla undaq qiladigan balla emas. Uning ustiga ular uydagi chog'da menmi bor. Men asosan bir yerga bormayman. Urug' tuqqanlar bilanla berish kelish qilaman. Ablatjanni chaqirdim. Yana bayqi padada udulimda o'ltirdi. Ining bilan munosabating qandaroqdi? Inim u asli qizbol bo'lib qolmoqchi ekan to'q. Yomon emas. Maktabda uningga ko'p yordam qildi ekansan-a? Burun qilatdim. Ammo u kichiklarga bo'zak bo'lib yuriydi, yuzimni to'kib. Shunga mening ufqam degimmi kelmaydi. Lekin men ufqangni maktabda bak yaxshi bola deb angldim-g'o. Qiz boludek yurgandikin, o'qituvchilar yaxshi ko'rdi shu. Tan tarbiyadimi yaxshi emas. Qo'lidan kitob o'qishdan boshqa ish kelmaydi. Opamning qo'ynidan chiqmaydi. Ismini o'zgartibla, qizbol bo'lib, yoshsi bo'libdi ekan. Qizbol bo'lish nomusli ishmi seningcha? Ish qilib, erkak bo'lganga yetmaydi. Erkaklar dunyoga xo'jayinlik qiladi. Ayollar qozon bishig'a. Shundaqmi? Erkakligingdan bak faxrlanakansan-da? Ha, dadam meni erkak bo'lam deb chaqirdi. Bu oilada ota-onaning tarbiyasining ikki qutublashib burmalanganligini his qildim. Nemishqiki odam o'ltirgan Razaqqa qaraganda oldimdagi bu erkak bezorligimni qo'zg'avatdi. Ufqangni birisi bo'zaq qilgan, xabaring bormiki? Oblimotma, boshqacha bo'zaq qilish demoqchiman. Ablatning to'xtamay lekildab turgan putini, boshqarayotgan nervisini bu gapim besib soldimi, shoqqada to'xtadi. Uning ko'ziga tikilib turgan ko'zim ixtiyorsiz uning oyog'iga yo'tkaldi. U oldiga surilib, belikini ustalga ilib, ikki qo'lini kirishtirib o'ltirdi. Sezgurim shuni his qildi. U jiddiylashayotdi. Kimning qilganiga gumoning bormi? O'zidan so'rmamsizlar, men qandoq bilaman? So'rsak, degil unmayotdi. Ufqang bu odamni qo'g'dayotgandek qiladi. Balkim ufqang bu odamni hurmatlisi kerak. O'zini bo'zaq qilgan odamni qandoq hurmatlaydi? Cho'qim uningga o'ch biror qildimikin? Shundaqmi? Ufqanga o'ch odamlar jiqmi? Bilmayman. Senchi?
Мен уныңға өчеміз. Пәкәт уның erkekdek болмығыныға отчығым келеді. Мейлі немі қылай, әммісі уның бір erkekdek болыш үшін ярдам қылғыным. Мұндақта, қайсы қылдыки ярдамларны қылысан? Уныңға erkekнің қандақ, аялларның қандақ болдығалықыны көстіп қоямсан? Яки башқычы ұсулың ба мı? O erkekdek bulalmasa, ayollardek bozak buludu şu. Məsələn, qandaq? Ablat gep qılmadı. Onun bayattan beri közümge tikilgen közü üstel üstege yötkeldi. O kalpıgını asta çişledi. Mən sualımını davamlaştırdım. Ablat, eğer hatalaşmasam, ufkanı yaman görmeydikensen. Fakat onun sen kütkendek bolalmayvatqanlığı işçini pişirdi. Şunu birer iş qilib, onu özgertmekçi bopsan. Şundaq mı? Ablat cevap vermedi. Ama tınıqlarının iğirlaşqanlığını bilip durdum. Ablat, bu yardımının ufkanı qançilik iğir kelginini his qila alamsan? O ablamitni xish bilan urganda, men degan erkak deb yig'labdimish. Men uni cho'chitib qo'yay degandim. Ablat yig'lashga boshladi. Razaqning voqea yuz bergan vaqtdagi ro'yi holati benormal deb baholandi. Ailadagi ikki qutbga bo'lingan tarbiya, onaning oiladagi o'rnining tövalligi, dadining aksiga alaydi g'amxo'rligi, aksining uydagi alaydi imtiyozi uningga uzundan besim bo'lgan. Ablamit uni doim bo'zaq qilib turgan. Razaq o'zini keraksiz odamdek his qilgan. Әмма пилтігі от яқыны алдыңғы күні кәшті аксының оныңғы зорлық қылыш. Бұрындың аяллағы ішілтілдіған басқыншылыққа ұшырашының өзіді yüz беріші оны рой жәттін түгештірген. Шоңы о өзінің әркек екенлігіне зорлық ішілтіш білән іспатламақчы болған. Bu yerge kelgende men Razaqni qutuldurup, Ablatning jinoyatini surishtirishni viloyatning saqchisiga topshirib, mengishni planlagan. Afsus, bakma afsus. Bir balni qutuldirman deb, bir oilani vayron qildiman. Balalarning dadisiga cho'ng o'g'ilning kichik o'g'liga bosqinchilik qilib, onun kontrolliqini yo'qitib, odam o'ltirishiga sababchi bo'lganlik xabari yetib borgandan keyin, dada shu yerda mengisiga qon tushib, yiqilibdi. Ham shuningdan keyin uyg'onish mumkinchiligi to'van bir holat yetib qopti. Bu qattiq qo'l harbiy boshliqqa bu ish bakmi ig'ir keptigan. Razaq bu xabarni anglab, bu ishlarning hammasining sababchisini o'zi deb o'ylab, tutib olish o'rnida Bertivani yutib, o'zini o'ltiribdi. Ablat 18 yoshdan oshgan bosqinchilik jinoyati bilan ayblanibdi. Xalchamida beshida oq yog'liq, bir tarafida paralij o'yg'onmas yo'ldishi, o'g'li turmada yig'lab o'ltirmish. Bunu anlap, yürəkimge bir sancıq kirgendek boldum. Beşimga bir ağrıq kirib ketdi. Gülşen bilen billa qaytışnımı saqlamay, bilet elipla özüm yalğız Ürümçiga uçtum. İzharga Xalqaro Jinoiy ishlar tashkilotining delosi bo'lsa-mu, bir yoqqa qo'yib turib, meni aydirımga alg'il chiqishni aytgandim, o deganimni qipti. Tatırıp ketkinimni ko'rib, doktorxonaga berishimni so'raganda qat'iy qo'shilmadim. Uyga berib, munchiga tushibla, hamma uyning pardalarini tartib qo'yib, o'zimni karvatga tashildim. Izhar yenimda uzoqqacha o'ltirdi-yu, menga nima desa muvofiq bo'lganligini bilolmadi. Men ko'zimni ochib uningga, "Bu xizmat menga sal ig'ir kelgan bo'lib qoldimi nima?" dedim. "Siz ayol kishi bo'lg'achqimikin?"
erkeklarga yana bo'ladi, demasmi? Ko'zimni qaytadan yumib oldim va uni ittardim. Endi chiqib ketsangiz bo'ladi. Hikoya tamam. Hikoyadagi personaj ismlari o'ydirma. Agar o'xshashlik bo'lib qolsa, tasodifilik deb tushunarsiz.